Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Dünya Uyghur Qurultayının arzi bilan 2020-yil Londonda qurilgan Uyghur sud kollegiyasi 2021-yil 9 dekabr kuni Xitoy hukumatı Uyg'urlarga qarata irqiy qirg'inchilik va insoniyat qarshi jinoyat yurgizyapti deb hukm chiqargan kun. Shundaqla Dünya Uyghur Qurultayının raisi Dolqun Aysa efendim Uyghur sud kollegiyasining hukmi e'lon qilingan 9 dekabr kunini Dünya Uyghur Qurultayının Uyghur irqiy qirg'inchilik kuni deb bekitgan kun. Bu tarixiy ahamiyatga ega kunni unutmaylik. Bütün dünyadagi Uyg'urlar birdek 9 dekabr kuni Xitoyning irqiy qirg'inchiligiga qarshi norozilik harakatlarimiz bilan bu kunni xotirlaylik. Aziz qarindoshlar, 9 dekabr Uyg'ur irqiy qirg'inchilik kunini bosqinchi mustabid Xitoyga qarshi harakatlar bilan xotirlaylik. 9 dekabr kunini unutmaymiz. 9 dekabr Uyg'ur irqiy qirg'inchilik kunini ishg'olchi Xitoyga qarshi harakatlarimiz bilan xotirlaylik.